darajali misollar yozib qo'ydim. Hozir buni sizga tushuntirishni boshlayman. Ya'ni 1 2 3 4 gacha o'rgandik. 4 gacha qo'shib ayirdik. Bundan oldin endi bu donachani o'zi 5. Bu donachamizga mana bu barmog'imizdan foydalanamiz. Mana shuni qo'shish, ayirishga mana shuni. Bu 5. O'zi 5. 5. 6 7 8 9. Ya'ni 1 2 3 4 bu o'zi 5. 5 6 7 8 9. Ya'ni 5 ga 1 ni qo'shsak 6, yana 1 ni qo'shsak 7, yana 1 ni qo'shsak 8, yana 1 ni qo'shsak 9. 1 2 3 4 bu donachani o'zi 5 6 7 8 9. Ya'ni 9 gacha o'rgandik. Endi hozir men sizlarga misol ishlashni o'rgataman. Ya'ni bunga doir misollar. Hozir bunga doir misollarni yozib qo'ydim. Shunga doir misollarni ishlashni boshladim. Qani ketdik. 5 qo'shuv 1 qo'shuv 1 ani 5 javob 2. Ani 2 ni yozib qo'ydim. Keyingisi 7 ani 7 ni yozdim. Ani 5 ni 5 ni ayirdim. Qo'shuv 2 ni 2 ni qo'shdim. Qo'shuv 5 deb javob necha bo'ldi? Agar shu ko'rinishda topa olmasangiz 5 6 7 8 9 deyishingiz mumkin. Lekin misol ishlab professional darajada bo'lib ketasi, bu juda ham oddiy bo'lib qoladi. Mana 9 yozib qo'yaman. Keyingisi 4 ayirib 2 dedik, ayirdim 2 ni. Qo'shuv 5 dedi, 5 ni qo'shdim. Qo'shuv 1 dedi, javob necha bo'ldi? 8. Qani 5 6 7 8 bilmasiz. Bo'lmasa mana shu turganda 8. Mana 8 ni yozdim. 8 ni yozib qo'ydim. Keyingisi qarab turamiz. 3 qo'shuv 5 qo'shuv 1 ayri 4 dedi, 4 ayirdim, javob 5. Mana 5 ni yozib qo'ydim. Hurmatli ustozlar, keyingi sal qiyinroq misolimizdan ishladim. Bu ham juda oson darajada bo'ldi. Bunga doir misollar ham beraman. Buni ham ishlaysiz. Hozir bundan ham ichini murakkablashtiramiz birinchi darsimizning o'zidayoq.